Assalomu alaykum Boloxov mijozlari. Boloxov hech qachon yangilikdan to'xtamaydi. Mana shu shirinliklar necha pulligini o'ylaysizlar. Mana shu 55 ming so'm atiga mana har xilidan qo'yganmiz. Bemalol dastavka qildirasiz. Nima bo'lishidan qat'iy nazar Qibray Chirchiq Boloxov mana shunaqa shirinliklardan yetkazadi. Yana qanaqa shirinlik qilish kerak? Kommentariyga bemalol yozib qo'ying. Bismillah. Bay yemasaydi yemingiz keladi. Bemalol telefon qilib dastavka qildirsangiz ham uylaringizga yetkazib beramiz. Bay. Boloxov hech qachon yangiligidan to'xtamaydi. Mana yangi shirinliklarimiz. Hozir buni mazasini ko'ramiz. Atiga 30 ming. Bismillah. Bay. Qani. Rosa ham yo'qdi menga. Bemalol ovqatlangandan keyin mana shu narsani yo'lga yeb ketsangiz ham bo'ladi. Choy bilan rosa ketadi. Bemalol telefon qilaverasizlar. Mana shunaqa dastavkalarimizni ham yetkazib beramiz. Sansibasa cheescake'larimiz sizlarni kutib qolamiz. Qibray Chirchiq Boloxovga. Boloxovning o'zlari bemalol tug'ilgan kunlargami, uyga tug'ilgan kun qilasizmi, kafega tug'ilgan kun qilasizmi? Mana shunaqa tortlarimiz 200 ming, mana bular 150 ming. Mana bular 70 ming bemalol kelaverasizlar. Qibray Chirchiq Boloxovga sizlarni kutib qolamiz. Tanlovda adashmang.